Tezkor ogohlantirish. Hafta boshidan O'zbekistonning ayrim hududlarida yomg'ir yog'adi. Ob-havo keskin o'zgaradi. Tuman va sovuq havo yaqinlashmoqda. Barcha videorolikni oxirigacha ko'rsin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida harorat kechasi 3 daraja sovuq, shimolda 5-7 daraja sovuq, kunduz kunlari 2-7 daraja iliq bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi kunning birinchi yarmida ba'zi joylarga yomg'ir yog'ishi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyati va Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Harorat kechasi 4 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarga yomg'ir va qor yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, kunduz kunlari 3-8 daraja iliq bo'ladi.